Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bir oydan beri zalga bormayotgandim. Chota kameramga soch tegib qopti. Xullas bir haftadan beri mazam yo'q. Позвоночнигim og'riyapti. Bilmayman, periduralka olganimdanmi yoki belimda grija borligidanmi. Bugun MRT qilamiz. Boraman, ko'ramiz, bilamiz nimaligini, lekin hozir zalga keldim, shunaqa mazza qildim. O'zi zalsiz meni uchun xuddi hayot bir to'liqmas deydi. Xuddi bir chala bir nima ish qilganingizda chala qilasiz-ku, xuddi shunaqangi bo'lib qoladi-da. O'shanga xullas zalda mazza qildim. Endi belni davolaymiz endi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hammaga yaxshi kayfiyat, kuninglar xayrli.